Allah Teala'dan tilisiniz suyunudu ve biridu. Bendeden sorusanız suyunmaydı. Ya biridu ya bermeydi. Ramazan ayındaki en muhim ibadetlerinin biri duadır. Dua, ibadetin cevheri ve Allah Teala'ga bivasıta bağlanışının en kısa ve kapaletlik yoludur. Ramazan ayı dualar icabet bulgan vakitler. Ramazan ayındaki bütün vakitler dua icabet buldu. Bulup mu iftar vaktida, roza tutgan kişinin iftar vaktida kılgan duası şeksiz icabet buldu. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mıdak degen. 3 xil kişinin duası rad kılınmaydı. Biri roza tutgan kişinin iftar vaktideki duası, yani biri adil padişahının duası, yani biri zulüm uçturgan kişinin duası. Allah Teala dualarını öz hikmeti bilen, fazli bilen ve adaleti bilen kabul kıldı. Şuna bazı dualar derhal icabet buldu, bazı dualar münasip bir vakitte icabet buldu, bazı dualar icabet bulmay, onuğa şu qanchalik jiq dua kılgan bolsa, şunchalik bala qaza, ko'ngilsizlik onu yiroq qilinadi ve bazı dualarning mukofoti oxiratga saqlanib qoldi. Çünkü Allah Teala'ga kılınan duanın hiçbiri bakağa ketmeydi. Hem Allah Teala dua kılgan bendesini suyunudu. Bir kembag'al adamninki bir bay do'sti varken, o bay deydiken, qanday chog'da beshinga bir ish kelsa, mening qishim kelgan yordam qilaman deydigan. O bir qatim keldigan yordam qildigan, ikkinchi qatim keldigan yordam qildigan, uchinchi qatim bu bayninki haliqi ko'ngli ancha bir xushal emas vaqtida kelibdigan. Sen nimada yuzi qilin odamsan, kelaveramsan, bo'ldi kat deb qo'g'ilib o'tibdi-da. Qo'g'ilib o'tganki u odam chiqibdi gap qilmay. Chiqayotgandan keyin bu bay birdamdagi achchig'i to'xtagandan keyin qilg'iniga pushaymon qilib bu odamni izlay deb aqsin chiqibdi. Chiqsa shu vaqtda azan chiqibdi. Azan chiqqandan keyin endi masjidga kirib namoz o'qib boray deb kirsa, bu haliqi chiqayotgan kambag'al odam duo qilib turamish. U duosi deydi: "Ey Alloh, sen bay, men faqir. Men hojatimni so'ragan shu bandangmi faqir. Meni faqirlarga muhtoj qilmagan. U bandangning uyiga borsam meni qo'g'ilvatdi. Endi sening uyingga keldim, meni qo'g'ilvatmagin. Meni qo'g'ilvatsang men nega boraman? Sen mening Robbimsan. Sen mening hojatlarimni ravo qilasan. Sen ravo qilmasan kim ravo qildi? Ey Alloh, mushu mechitdan mening hojatimni ravo qilmay chiqamagan" deb duo qilayotganda, bu bay kelib u odamni beddua qilayotgan o'xshaydi deb, "Voy, to'xtang, palani to'xtang, böyle dua qilmang. Men sizga mishadi so'z beraymi o'sha mechitda. Mening boyligimning tang yerimi sizning bo'lsin, berib etdim" deydi ekan. Shunga ishkaylar yan-yonga bo'lib namozni o'qiyotgan, namozni o'qib masjiddan chiqadi ekan.